Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kirib kelayotgan hayit bayramlaringiz bilan hammangizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizlar bugun ishga chiqqanmiz. Hozirda bizlar Buxoro shahri, Buxara City oldidagi 9 qavatli elitli liftli uyning 6-qavatda 2 xonali qilingan avtorskiy proyektga ega bo'lgan uyni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz polностью yashashga topshirilgan, dokumentlari barcha joyida. Eshikdan kirish qismi, bu yerda ko'rishingiz mumkin, dekoratsiya ishlari olib borilgan, chiroyli oynalar qilingan, nafis gilamlar oyoqdagi polностью laminatlangan hamda bu yerda radiatorlar ham mavjud. Bu yerda TV zona, o'tirib dam olish uchun joy ham mavjud. Bu yerda esa polkalar qo'yilgan, bemalol gullaringizni, kitoblaringizni chiroyli qilib qo'yishingiz ham mumkin. Podsvetkalar hamda qandil ham qo'yilgan. Endi esa yotoqxona qismimizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxona mebellar bilan jihozlangan, chiroyli pardalar hamda eng asosiysi bu yerdan balkonga ham chiqish mumkin. Balkondan ko'rishingiz mumkin, bu yerda детский площадка, besedka barchasi mavjud. Hamda ertalabga fitness trenirovka bo'lmasdan bu yerda o'zini trenajyorlari ham bor. Eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar. Hamda oshxonamiz ham kattagina, kenggina bo'lib, oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, rakvin, hattoki kir yuvish mashinkasi uchun ham alohida joy qoldirilgan. Endi esa uyimiz duxkonturli isitish tizimi bilan isitiladi. Yaxshi duxkonturli kotel qo'yilgan. Hamda endi esa sanuzxonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzxonamiz совмещенный bo'lib, kafeltelgan vanna, unitaz, rakvina ham mavjud. Yaxshi smesителlardan qo'yilgan. Hozirda barchamiz bilamiz, Buxara Citydan ko'p uylar chiqyapti. Ushbu uyimiz, yana qaytadan eslatib o'taman, 9 qavatli elitli liftli uyning 6-qavatdan 2 xonali qilingan uyimiz sotuvga chiqyapti. Ushbu uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda hamda bonusiga sizga детский площадка, besedka hamda ertalab trenirovkaga bormasdan bemalol o'zingizni ko'changizga, ya'ni dvoringizga bemalol chiqib trenirovka qilish imkoniyatiga ham egasiz. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikni tavsiya qilgan bo'lasim. Hamda uyimiz ham yaxshi uy, monolitniy bo'lib, Imran Building domlardan bittasiga. Bu firma juda ham yaxshi, hammamiz bilamiz. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga obuna bo'lishingiz hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz ham mumkin. Rahmat.